Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni buyuk adab bilan tarbiyaladi, adabladi. Abu Talibni uyida payg'ambarimiz yashardi, mana bilamiz. Bobosi Abdul Muttolib vafot qilganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yoshlari 8 da edi. 8 yoshidan payg'ambarimiz Abu Talibning uyiga o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odob, axloq, buyuk axloq egasi edilar. Abu Talib kambag'al, 10 ta bolasi bo'lgan. Endi kambag'al odammi, ozgina ovqati dasturxonga qo'yilganda ovqat oz bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, och bolalar ko'p bo'lsa, nima bo'ladi ovqat kelganda? Hujum bo'ladi. Hamma o'zini dasturxonga tashlagan paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqalar qatori tashlanmasdilar. Bu Alloh taolaning bergan bir in'omi edi. Agar ulardan bir narsa qolsa yerdilar, agar bo'lmasa shu go'zal axloqi tufayli bir necha kun och qolib yurardilar. Abu Talib buni ko'rib turib, ovqat solishayotgan paytda jiyanimga alohida ishda solib qo'yinglar. Bu hammadan emas. Bu och qolib ketadi, lekin qo'lini uzatmaydi derdi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo shunday bir hifz-i himoyasini saqlagan edi.